Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi syomkamiz bo'ladi, xudo xolasa. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy dehqon bozori 15-iyun haftaning bozor kuni. Podishkada bo'lib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Tushmadingiz, yalavermang. Tushmadingiz. Mashinalarni yutib chiqaman. Hava ber chiqib ketadi. Sizden başka bir çıkarttı da. Şöyle Peshawoddan o'tamiz. Peshawodda to'xtamaydi ko'p odam. Peshawodda to'xtash kerak. Peshawodda to'xtav kerak bu yerda. Shunga e'tiborli bo'linglar. Ko'p odam qistani beradi. Tushunamiz. Qistovsizlar ham men. Sabrli bo'lish kerak. 8 minut, 10 minut. Jasurbek ne yaptı? Bo'stonga ketdimi? Xudo xolasa shu bir chetdan tushirib ketaveramiz. Yem, qashak, parranda. Kunjaran aytganlar, kunjaran chizim. Assalomu alaykum. 7,5. 7,5 munjar. Nalari, qaralari? 7 ming ağa. 7 mingdan mi? Kepek chizim. Kepek. Neden? Kepekler neden? Kepek 85 ming bo'ldi. 85'ten mi? Gören üstü var ağa, ağa. Buna 7,5. 7,5. Buna 6,5. 6,5. Ana 7. Kulakana 16,5'dan beri. Ha, ko'proq 6,5 ha. Buna 7,300'dan bitadi. Budayınçısın buday. Taza buday geldi mi? Tozalda ketdi 2800 so'm ızgar bo'lar. Izgar ha? Dastlabki 28. ichinde Ha, telefon nomeri aytdim. 97'dan 658 1002 90'dan 702 69 80. Atınız kim degan? Muhammed. Muhammedga Bir tane budaylar var, aparıp beremiz, ishonchli. Ha, yetan buday ha. Ha. Yaxshi savdolanasiz. Qarmızlı maqtayın, qarmızlı yesom. Assalomu alaykum. Qarmızı 2000 yerdik bu. Çalıştın qarmızı 2000, klası 2000 ya. Çakma qurib berasiz ha? Qarmızı ha shunday baha. Azam bilan suv so'yib zo'r etdi lekin bizni chang'amay turadi da. Sel balchiq bo'lganning gapi yo'q, chang'agandan. Chang kasal etadi odamni. Tuberkuloz deymi? Bunday kasalliklar kelib chiqadi da. Kunjaran chizim kunjara. Alaykum salom. Jarima. Kepek neden bo'ldi bu? Kapak bu 4 ming. Darmalar ne? Yarım yana girmem içinde Ha? ne var? Ötme? Tamam. Buna mekkelen çizim again. Kepek neydi buna? Kepek kaltası. 90-85 biresler ha? 23 kilo aldık. Ya xudo xolasa parranda bozor bo'ladi. Ko'rib, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab o'tiraverasiz xudo xolasa. Sponsorlarimiz 1265. Uzağınıza yaqin, ovoringizni yengil etadi. 1265, 1267. Xorazdan neden ekan? Assalomu alaykum. 160 mingdan mi? Berme. Bunalar ne? Dekeller ne? Dekenen mi var bu? Aldın mı ya bunu? 300'den mi? 250, 300. Satasılar mı da bu ha? Arbat kafeye. Ha, çizim bu dekeller. 700'den koy satarlar mı? 900'den koy pişirip benim üzerine basarızlar. Ha, pişirme mi biresler ha? Arbat degendiydi. Ürgençke var biraz hemen tavuk yiyeyim dedi. Lekin bara tağallaram ko'p. Arzon deydi o'shoqda. Assalomu alaykum. Nechasom ekan chijilar? 90 deymiz. Ha? 90 mı? Nima bu? Unduk bu ya? Necha oylik? Kela bo'lgan bu ya? 90 ming so'm ekan. Assalomu alaykum. O'rdaklarni aytavering, assalomu alaykum. 30'dan ha? Tovuq chijilar nechasom ekan bugun? 13'ten. Necha oylik? Bir aydan o'tgan. 1 oydan o'tgan ha? 13 ming so'm ekan 1 oydan o'tgan chijilar. Chija ko'p chiqdi ku bugun. Necha so'm ekan chijilar? 23'ten mi? Tovuq necha so'm? 100 ming so'm ekan bu tovuq. Mayakli bormi? Qara tovuqda 100 ming so'm ekan buni. Mayakli bor ekan. O'rdak necha so'm ekan o'rdak? Indishki necha so'm? 25'ten. Bunalar chijilar. 28. Ha. Nechadan bu? Unduk.
Neçe so'm ekan? Neçe so'm ekan? Neçe so'm unduk? Bo'larincha. Bu kela bo'lganmi bu? Qara jilanchidan ekan. Neçe so'm? 25 ta. Assalomu alaykum. Ma jilanchi so'm ekan mayda. Maydalarni aytavering. Maydalar. 8. 8 ming. Jijani oldingizmi? Satasizmi? Kedan. 22 mingdan. Necha oylik? Necha oylik bu? 1,5? 1,5 oylik jijalar 22 ming. Assalomu alaykum. Mayda jilanchi so'm ekan? Maydacı 13. Ha? 13. 13 ming so'm ekan. Bu necha oylik bu? 23 kunlik. Salkam bir oyda. Undishganmi bu? Tamam. Necha so'm ekan? 50'den 35'ten. 50-35 deydi. Assalomu alaykum. Farmonlar. Sizim ekan jijalar? 13'ten. 13'ten mi bu? 16'dan. Qancha oylik bo'ladi? 13'ten degani necha oylik? 16 günlük. 16 kunlik 13 ming. 80 lira. Kurka bu ha? Kurkalar necha oylik bu? Necha kunlik? 2 aylık 80 lira. 2 oylik bu kela bo'lgan ha? O'lmaydi. Mana ne mana kichkintoylari? Bu 60. Mana 80. 80 lira. Bu necha oylik? Necha kunlik? 1 oylik ekan. Unduk so'raganlarga mana jijalar nechadan ekan? 8 ming so'm ekan. Necha kunlik? 3 kunlik jija 8 ming ekan. Jijalar necha so'm bo'ldi sizin? 25 ha shu. Mana bu yoqda 23 ham bor. Bu necha so'm? 23 mi? Nechadan? 23. 23 ming so'm ekan jija. Ana yog'ini? 20 ming. Necha kunlik? Necha kunlik? 2,5 aylık. 2,5 oy. Kela bo'lgan ha? O'rdaklarni ayting, o'rdaklarni. 16 mi? 16 ming so'm o'rdak. Undishga bormi? Mana ne yapıştı bu? Ne bu? Ördek. Bu da ördekmi? G'oz yo'qmi g'oz? 16 ming so'm ekan birovi. Saylab olib ketaveradi. Buning jo'jasini makonini bilsa bo'ladimi? Maydaları makam bo'ladi. Maydalari makon bo'ladi ekan. Urilari xo'roz ha? Burilari necha so'm ekan burillar? Burillarlar 8 ming so'm ekan mana. 8 ming burillar. Jijalar necha so'm? 33'ten beri. 35-33'ten beriladi. Bu necha oylik bu? 40 aylık. 40 oylik bo'libdi. Xo'roz necha so'm xo'roz? Ha? 160? Dekan yo'qmi deyman bugun ha? Oyoqda birov bor ekan. Bir dekan bor ekan bu. Dekanlar necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 500 so'm ekan dekan. Va tovuqlarni? Makallar necha so'm? 150'den mi? 150'den ekan makallar. Cüceden tavuk ko'p, tavukdan cüce ko'p ish qilib ko'p ekan. Assalomu alaykum. Qamishdan necha so'm ekan tovuqlar? 8'den oldu. Brahma bormi mana ichida? Yine Brahma. Qaysi Brahma? Hemmesi Brahma yine. Brahma, ko'rsana. Brahma so'raydilar-da. Yine Brahma. Necha so'm? Necha so'm? 35, Ha? 35, 38 sattık bugün. 35-38 buncha oylik bu. Çaylık oldu bular. Ana shu Brahma mana Brahma so'raganlar uchun. Bunlar Brahma yine. Ko'p odam Brahma so'raydi originalni. Reyt ketadi-da bu. Bıraklar var sen gene. Kelishtirib berasiz qaytib ha? Oy geliştik görelim. Atasam var Yana mı? Brahma bor.
Ko'p odam shu Brahma so'yatda kommentariyalar. Cüceler sizniki mi? Sizniki mi? Tamam, necha so'm ekan? Necha oylik? 1 oylik bo'pti, cüceler 20 ming. O'rdakmi mana bu? Necha so'm? Bu sizlarni sudang? G'oz yo'qmi, g'oz? Mana cüceler nechadan? 18 dan. Cücelerning bakalari shunday. O'rdakning bakasam bildik. Sizning o'rdak necha so'm ekan? Abi deney tuttu. 15. Annem yağdayım ayıptık mı? Bana da bağlısı yazsam. Hayvan alması üstüne, soğukla yaşma. Bakta. Bize çıkmadı mı bu bayrağı? Bana soğukla yaşma. Bana da yaxshilab, bana da yaxshilab shu degani üstüne. Necha bu? Neden bu? Ramazan'ın. Neden bu cüceler? Sizniki? Neden bu? 23 so'm shumi. Necha oylik bu? Necha oylik? 40 kunlik. Qani ayting bir narsa deng, yaxshilab. Ayting bir narsa deng, Rossiya, Qozog'iston musofirlarga chiqasiz. Pazar ezayip koptuk. Güzeler sodasıyla. Dikkalar için yetmez. Cüceler arzon ha? Güzeler arzan. G'oz yo'qmi, g'oz? G'oz so'raydilar. Gazı yoktan şu. Onu qarab kun ishida o'stish. Korktuğun yine dem yesin var. He, den salınadi shu yerdan ha. Güzeler havalı duralım. Yaxshi savdolanib bersin. Aramız diyen ki. Qara cüceler nechadan ekan? 20dan. Bir yog'ini? 3 oylik bular. 2 oylik bo'lgan ha. 2 oylik cüceler 20 ekan. Tamam, mana cüceler nechadan ekan? Neden cüceleriniz? 3 oylik. 3 oylik 20 ming deydi. Assalomu alaykum. Cüceler nechadan ekan bu? 15 dan 3 oylik. 1 oylik. Nechadan cüceleriniz? Bu da 15'ten mi? 15'ten. 5'ten al. Endi aylanlar ündüklerini ko'ramiz. Nechadan aldınız? 10'dan. Nasip etsin. Ördek mi? Evet. Ördek. 10'dan. Yarımını yapın, yarımını Tavuklar neden? Tavuklar mertuy tavuklar. 235 ay. 12'den çiğemesinde. 12 yarımdan düşerdi. 1 kilo göğüşü var mı? 1 kilodan aşkına 1 kilo 200 1 kilo 300 lira. Brüller bu ha, brüller. Beğenmişler mi? İçeden mi son malıydın? Selamünaleyküm. Gönleyden. İçeden? 25-20 oldu tavuk danası. 2 tane anavası 45'e verildi. 2 tane. 2 o 45 olur hatta. Bunu anasıyla 35'e verildi 2 danası. Acayip dur durgan tavuk. Bir kançı araba soysam olamam mı? Acayip kanıp soysanız baksanız mevki oturmasın. Ha. Hayır görürsün. Gelin diyor. Ördekler neden ördekler? Burada çok 18 ay tuttun. Gelişiyor tamam mı gelişiyor? 18 idi ördekler. Tamam. İçeden ekan bular. İçe günlük. 5 bin dedi bu. İçe aylık bular. Bu 45 günlük. 45 günlük ha. İçe günlük ekan bular. Ha? İçe son? Aynen 25'te 16 gün. İçeden bu? 18'den mi? Bu ne yakın çeden? 20'den miydi? 20 değil mi? Tamam. Ördeklerde ait verin, ördeklerde. Ördeklerde ait verin, selamun aleyküm. İçeden? Ördek bu he? Gaz yok mu gaz? 20'den eken bu. Gaz izleyip ben de miyim? Gaz yok mu gaz? Selamun aleyküm. Gazi yok sanma. Bunca so'm ekan? 400 tutarı deyip 400 ming balası apası bilen mi? Necha balası var? 16 balası var. 16 balası bilen ördek ha? Unduşku. Unduşka mı? Mana buyog'ida 10 balasi bilan enasi bor. Buni bu. Unduşka bor. Ya mana buyog'ida 12 balasi bilan bor. Buncha so'm? 380 aytilib turibdi, 320lar bo'lsa beraveraman.
O'ziniki mi ballari chiqirib? O'ziniki. Menaka o'rdaklar bor ekan. 13 ming. Onu işittiler o'ziniki endi. Onaka yanında yattıgan ekan. Endi yotaveradi, ha? Lan, Bulanchidan bu indishkuning agar bari ketsa 12 bit bo'ladi. 12dan ketib qoladi, ha? Ketib qoladi. Necha kunlik? Haftalik. Mana menaka agar bari bo'lsa shu Necha kunlik bu? bo'lam haftalik. 7,5 ketadi. 7,5 ming so'm, ha? Yaxshi savdolanasizlar. Mana shunday. Tovuq, o'rdak. Endi g'ozlarni bilamiz, g'ozlarni. G'oz bo'ldimi? O'rdak, mana kurkalar. Kurkanchi so'm ekan sen buni. 180. O'rdakni? O'rdak 70. Amma xorazlar so'm ekan. 150 mi? Buramama mı? Ha, bravo. Tavuk necha so'm tavuk? So'qqa 70 dan. Bek to'g'mi? Bitta. 70 dan. Jilan necha so'm ekan? 25. Unduk mi buni? 75 ekan unduklar. Necha kunlik? Necha kunlik? Bir ay bo'ling deb turibdi. Salkam bir ay bo'ldi 75. Tamam, necha so'm ekan? Birinlar bor. Necha kunlik? Baksa bo'lami buni olib? Barakalloh. Necha so'm deysiz? Nedan deysiz bu? 8 ming so'm ekan bir ay. Assalomu alaykum. Kaklik necha so'm kaklik? Qichqiradi boyang. Qichqiradi. Yomon qichqiradi. Beyek to'g'ami bu? Beyek to'g'ami? Buna qo'ra necha so'm buni? Buramami buni? Buramo. Sisar kalaba o'rdakning bolalari bor. Assalomu alaykum. Farmat. G'azning o'zi bor, g'azning bolalari. Qani g'oz? Qani g'oz? Mana g'azning jiyasi. Ha, necha so'm shu g'oz? Bular 100 mingdan beraman. Bular ketib taqimmi? Hova. Mana xo'razi bor. Qani 200 xo'roz? ming. Bunami? Hova. Ha, 200 mingdan. Tovuqdan necha so'm? 110 bersa, 100 ming so'm beraman. Tovuqdan nedan berasiz? ber. Al 4 onasi. Ega taksiga olib borib sotib beraman, qo'rqaman o'zim shu. Nechadan oldingiz? Xo'roz olibdi. Bermadi biroq. Nechaga berasiz mana g'ozni? Hozir 200 bo'lsa beraman. 200 deydi g'ozni. Keldi. G'oz. Qichqirami bu? Al qichqirama odamlar. Buna burillermi bu? Ya. Yig'imlar ekan bu. 25 dan beraman. Ber xo'razi. Necha so'm ekan bular? Mana 28 dan bolalar. 28 mingdan ekan. 450 bo'lsa turshi apasi. Komplektda? Necha so'm ekan bu tuya tovuqlar? 150 dan. Sizga necha so'm? Necha? 400 ming. Mana sizga 150 mingmi? 550 dan. Ha, 550 mi? 550 dan. Mana kichkinasi ne? 200 so'm ekan. 200 so'm. Baza so'radimi mana? Nechaga so'radi? 450 mi? Necha kilo go'shti bor? Kelishib beramiz hozir. 5. 100 kilo yo'q berasiz qara. Buncha so'm ekan? 300 ming deydi. 4 kilo go'shti bormi ekan buni? 4 kilo bor ekan. Assalomu alaykum. Necha so'm sizga? 230. 230 tovuqlarni? To'qqa 100 dan. Mana naqshli qilgan a? Bek to'g'mi bu? Ben tuttum. Bek to'g'ada. Qochib ketaman deydi u. Voy dat deb. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan indishga? Indishkami bu? 160. 160 icharim kulaç ür ekan. Xo'razi bu a? Ancha bu. Xo'raz da bu a? Xo'raz. Buncha so'm ekan? Ha? Bunun go'shi bor bunda. Buni birovini olib boqsa bo'ladimi buni? Birovini olib boqsa bo'ladimi buni? Bo'ladi ya. Yashayverami? Odam kerak-da. Yana birov kerak odamda. Ha. Bir makiyani yuborganmi? Makan kerak-da. Qo'yanchi so'm ekan? Ha? Erkakmi? Qo'yachi bizdan. Qo'yam. Xo'razlar jilmi tovuqlar? Xo'rozni 150 deb topgan, tovuqni 100 dan deb topgan. Ha, qaysi xo'raz buni? Mana chetdagi xo'roz. Mana. Naqshli xo'roz ko'rdingizmi? Ha, boshqacha-da. Ha. Neobычный. Bag'atunda qarasi ber. Ankalyor deydi buni. Necha so'm ekan tovuqlarimiz? 150 xo'raz. Xo'raz 150, tovuqni? 100. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan tovuqni oldingizmi ya? 100 dan. Sotasiz-a? 100 dan keladi. Mana shaqqalagan Düdüklerin bakasını bildik.
Mana xo'roz so'ramadi. Qanchasimi ekan bunaqa xo'roz? 120. Birama bu ha? Necha so'm deysiz? Bozor so'radimi? Necha deb aytdingiz? Ha? 220 deysiz ha? 2 kilo go'shti bormi ekan bu? Necha yillik bu? 2 kilo go'shti bor buni, 1,5-2 kilo. Nechaga berib berasiz? 200 desa ketadi ha? Yaxshi. O'rdaklarning bahosini bildik. Mana o'zi necha so'm dedingiz patletni? 120 dan ha? Chiqaradi. 120 dan. Hozir jujasi bor ekanlar yerda. Qacheda? Mana bunda asal yo'q. Hozir jujasimi? Ha, juja. Necha so'm deydi? Bilimman, mana buni sotib ekan. Ko'ryapman. G'ozning jujasi bor deydi. G'ozlaganlar ko'p qoladi. G'ozning jujasimi bunav? Necha so'm ekan? G'oz bor? Ko'rmay o'tib ketdingizda. Necha so'm? 70. Nechaga berasiz? Sen sana qaytaman. Necha kunlik bu? Bir kun bor. 10 kun bor ha? Xo'rozmi elinmi bu? Hava iyisi bo'ladi-da. Necha so'm ekan bular? 70 ming. 70 deydi. Yaxshi savol so'raysiz. 70 mingdan deydi. Aşağıya o'tib ko'ribdi. Mana g'ozning jujalari. Mana qancha deb turibsiz? 100'den G'ozniki, bunchalik bu. G'ozning bolalari 100 dan bilan. Kela o'qa. Devde bo'lsam tovuqdan kichkina deganda o'sha qachon. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan tovuqlarimiz? 80'den. 35'ten. Ularning? Misra 80'den. Mana Apası bilen 500 o. unduk Apası bilen 800. apasi bormi uning? Ha, jijasi ham bormi? 700. Ha, 8 ketadi-da. Nimalar ne qaralar? 80'den. Xo'rozlar 80'lar. Qaytgansiz keldi. Hammadan chiqmadimi bu? Hammaga azamdan chiqib ketdi. Ketib qoldimi? Bular nechadan ekan? 80'den 80. Messimi mi, birilirmi? Ne Messi? 80 ming biri va? 1,5 kilo go'shti bormi buni? Bilen prognozya. 80 dan deydi. Xo'roz necha so'm ekan? Assalomu alaykum. Xo'roz 200 ming deydi. Tovuqlar necha so'm ekan? Tovuqlar 80 ming. 80 ming so'm ekan tovuq. Tovuq bozorining bahasi shunday bo'ldi. Undukmi bu? Necha so'm ekan? 55 dan. 55 ming so'm ekan. Tuya tovuq necha so'm ekan bu tuya tovuq? Necha so'm ekan bu? Oh. Sestra undukni aytib beringlar bahasini. Bahasini bilib bering. Bahasini so'rab bering, necha so'm ekan? Siz tushunmaysiz? Unduklarning bahasini bila olmadi. Xullas, kommentariyga yozib qo'yasizlar. Undukning bahasini aytmadi. Boshqa birovlar kelsa aytadi, blogerlar aytmaydi ekan adam. Shunday bo'lib ketgan odamlar. Namus etama bilinman, tovuq bozorga chiqqanda ya bilinman. Unduk chiqadi, unduk. Sizni kim ko'radi? Yaxshi sog' bo'linglar, ish qilib. Sog' yursan, ish qilib bahasini aytdi, 250 deydi. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, shu yerda syomkani yo'qillaymiz, xudo xolasa, ana yerda yemning bahasidan bir tushib beramiz. Belçik. Kuncaran aytamiz. Assalomu alaykum. Buna şu itlerin mı? Bu da lan içinden taza buğday geldi mi? Taza buğday işte kepekli. 2008 3 yarım dedi kepekler. Göce var mı göce? İçeden göce. Bu göce tayar mı ya bundan da tayar emmesin mi? Tayar var ha? Korsun çesin bir lov kısası. 5000 so'm ha? 5000 so'm ekan go'ja. Endi shu yerda syomkani yakunlaymiz. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, agar reklama xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlari bo'ladi, xabarlashaverasizlar bemalol.
Endi bu yoqda qolsa produkt bo'lib ketadi, produktdan chiqib ketamiz.